Yaxshilab eshiting. Bu bayroq O'zbekiston bayrog'i. 100 dan oshiq millatlardan iborat 38 million xalq shu bayroq ostida birlashadi. Bayroqdagi qizil rang bilasizlarmi nima? Bu bayroq bo'lish uchun to'kilgan qonlardir. Bu bayroqqa hurmatsizlik ko'rsatgan kim bo'lishidan qat'iy nazar qarshisida bizni ko'radi. Yaxshilab eshiting. Bu bayroq O'zbekiston bayrog'i. 100 dan oshiq millatlardan iborat 38 million xalq shu bayroq ostida birlashadi. Bayroqdagi qizil rang bilasizlarmi nima? Bu bayroq bo'lish uchun to'kilgan qonlardir. Bu bayroqqa hurmatsizlik ko'rsatgan kim bo'lishidan qat'iy nazar qarshisida bizni ko'radi. Yaxshilab eshiting.